farzandingiz o'yinchoqlardan zerikdimi? Qimmat o'yinchoqlarni ham o'ynamayaptimi? U uchun yangi o'yin topamiz. Ya'ni eski podvalda yotgan korobkalaringizni olib chiqasiz, ustini changlarini yaxshilab artasiz, bitta stakan olib, stakanda shunaqa dumaloq shakllarni chizib olamiz va xuddi shu shakllarni so'ng kesib chiqamiz. Qaychi yordamida kesib chiqamiz. Ko'rib turibsiz, farzandingiz ham o'zi jarayonda ishtirok etadi. O'zi ham uchun qiziqarli bo'ladi bu o'yinlar albatta. Keyin burchagidan chetidan darcha ochib qo'yamiz koptokchalarimizni chiqishi uchun. Shunaqa rang-barang koptokchalarni beramiz, qo'liga kapkir beramiz va urib shu koptokchalarni o'zi ham mazza qilib o'ynaydi. Agar videoim sizlarga ham yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. O'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Yosh bolasi bor onajonlar uchun bu juda ham qiziqarli o'yinlar bo'ladi.